Assalomu alaykum. Keyingi yillarda mamlakatimizda inson sha'ni va qadr-qimmati, huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlari oliy qadriyat hisoblangan davlat bo'lishi, xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi, xalqimizning qonuniy talab istaklari va xohish irodasini ro'yobga chiqarish davlat organlari faoliyatini baholashning eng muhim mezoniga aylanishi, barcha muhim qarorlar aholi ishtirokida fuqarolik jamiyati institutlari bilan maslahatlashuv asosida qabul qilinishi kabi prinsip va g'oyalarni hayotga tatbiq etishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'tgan 9 yil davomida mamlakatimizda sud huquq tizimini tubdan isloh qilish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish, hokimiyatning xolis, mustaqil tarmog'i sifatida sud hokimiyatini mustahkamlash, qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklari ishonchli himoyalanishini ta'minlash bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ana shu maqsadda sudlar faoliyati bosqichma-bosqich takomillashtirilib, shaxs huquqlarini kafolatlashning muhim asoslari yaratildi. Konstitutsiyamizda ifodalangan prinsiplarga muvofiq sud ishlarini yuritish bosqichma-bosqich liberallashtirilib, shaxsni jamiyatdan ajratmagan holda qayta tarbiyalash imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Mazkur islohotlar zamirida avvalo inson, uning sha'ni, qadr-qimmati va manfaati yotadi. Zero Konstitutsiya va qonunlarimizda belgilab qo'yilgan fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini himoya qilish, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining buzilgan huquqlarini odil sudlovni amalga oshirish orqali tiklash, shu asosda qonun oldida barchaning tengligini ta'minlash huquqiy islohotlardan ko'zlangan bosh maqsaddir. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning 4-moddasida har qanday manfaatdor shaxs o'zining buzilgan yoki nizolashilayotgan huquqlarini yoxud qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarni himoya qilish uchun ma'muriy sudga murojaat qilishga haqli ekanligi qayd etilgan. Xususan, Surxondaryo viloyati, Termiz tumanlari ma'muriy sudi tomonidan ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan nizolar bo'yicha fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilib kelinmoqda. Jumladan, Termiz tumanlari ma'muriy sudi tomonidan ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan nizolar bilan bog'liq jami 937 ta ma'muriy ishlar mazmunan ko'rib chiqilgan. 937 ta ma'muriy ishlarning 329 tasi, ya'ni 35,1% qanoatlantirilgan va ushbu ishlarning 39 tasi sayyor sud majlislarida ko'rib chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksning 174-moddasida ishni ko'rish chog'ida davlat organining yoki boshqa organning, yuridik shaxsning, mansabdor shaxsning yoki fuqaroning faoliyatida qonunchilik hujjatlarining buzilganligi aniqlangan taqdirda ularning ishda ishtirokidan qat'iy nazar sud xususiy ajrim chiqarishga haqli. Xususiy ajrim bilan sud tegishli organdan yoki mansabdor shaxsdan qonunchilik hujjatlarining buzilishida aybdor bo'lgan shaxslarni javobgarlikka tortish to'g'risidagi masalalarni o'zlarining vakolatiga muvofiq ko'rib chiqishni talab qilishi mumkin. Xususiy ajrim tegishli davlat organlariga va boshqa organlarga, yuridik shaxslarga, mansabdor shaxslarga yuboriladi. Ular ko'rilgan choralar to'g'risida 1 oylik muddatda sudga xabar qilishi shart deb belgilangan. Ko'rib tamomlangan ishlar bo'yicha mansabdor shaxslar tomonidan yo'l qo'yilgan qonun buzilishlariga nisbatan 162 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan va 23 ta ish bo'yicha prokurorga xabarnoma yuborilgan. Hisobot davrida ma'muriy organlar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining qarorlarini haqqi emas, ularning mansabdor shaxslarning harakatsizligini qonunga xilof deb topish bilan bog'liq jami 787 ta ishlar ko'rilgan bo'lib, shundan 290 tasi, ya'ni 45,8% qanoatlantirilgan. Ushbu ko'rilgan ishlar yuzasidan mansabdor shaxslarga nisbatan 133 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan. Ushbu qanoatlantirilgan ma'muriy ishlar va chiqarilgan xususiy ajrimlar ma'muriy organlar toifasida quyidagilarni tashkil etadi. Jumladan, mahalliy hokimliklar, ya'ni hokim qarorlarining haqqi emas va ular mansabdor shaxslarning harakatsizligini qonunga xilof deb topish bilan bog'liq jami 120 ta ish ko'rilgan bo'lib, shundan 28 tasi qanoatlantirilgan va
mansabdor shaxslarga nisbatan 53,5%, ya'ni 15 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan. Shuningdek, Majburiy ijro byurosining qarorlarini haqqiy emas va ular mansabdor shaxslarning harakatsizligini qonunga xilof deb topishi bilan bog'liq 168 ta ishlar ko'rilgan, shundan 24 tasi qanoatlantirilgan. Ushbu ko'rilgan ishlar yuzasidan mansabdor shaxslarga nisbatan 79,1%, ya'ni 19 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan. Davlat kadastr organlari mansabdor shaxslarning qarorlarini haqqiy emas, harakatsizligini qonunga xilof deb topish yuzasidan 217 ta ishlar ko'rib chiqilgan bo'lib, shundan 68 tasi qanoatlantirilgan. Ushbu toifadagi ishlar yuzasidan 30,8%, ya'ni 21 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan. Soliq organlari mansabdor shaxslarning qarorlarini haqqiy emas, harakatsizligini qonunga xilof deb topish yuzasidan 71 ta ishlar ko'rib chiqilgan bo'lib, shikoyatlarning 20 tasi qanoatlantirilgan. Ushbu toifadagi ishlar yuzasidan 30%, ya'ni 6 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan. Bundan tashqari, byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mansabdor shaxslarning qarorlarini haqqiy emas, harakatsizligini qonunga xilof deb topish yuzasidan 246 ta ish ko'rib chiqilgan, shikoyatlarning 160 tasi qanoatlantirilgan. Ushbu toifadagi ishlar yuzasidan 46,25%, ya'ni 74 ta xususiy ajrimlar chiqarilgan. Chiqarilgan xususiy ajrimlar bilan sud tegishli organdan yoki mansabdor shaxsdan qonunchilik hujjatlarining buzilishida aybdor bo'lgan shaxslarni javobgarlikka tortish to'g'risidagi masalani o'zlarining vakolatiga muvofiq ko'rib chiqish belgilangan. Xususiy ajrimlar tegishli davlat organlari tomonidan ko'rib chiqilib, aybdor shaxslarga tegishli ta'sir choralari ko'rilgan va natijasi bo'yicha sudlarga ko'rilgan choralar yuzasidan ma'lum qilingan. Ushbu xususiy ajrimlarning muhokamasining ayrimlarida bevosita sud organlari vakillari ham ishtirok etgan. Shuningdek, tumanlararo ma'muriy sudlar tomonidan aholining huquqiy ongi va savodxonligini oshirish maqsadida 156 marotaba ochiq muloqot, davra suhbatlari o'tkazilgan bo'lsa, 120 marotaba turli huquqiy mavzularda ommaviy axborot vositalarida chiqishlar amalga oshirilib, respublikamizda sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan bir qatorda boshqa huquqiy mavzular keng yoritib kelinmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.